obunachilar, sizlarga kurka haqida ma'lumot berib o'taman. Uni qanday boqish, nimalarga e'tibor berish haqida ham ma'lumot berib o'taman. Hozir kurkani pastga tushirib olaylik, keyin videoni yana mana do'stlar, kurkalarni haydab oldik. Hozir pastimda. Bularni endi qanday boqish haqida video qilaman. Men bu kurkalarni bir o'zim sotib olganman. Jo'ja ochtirganman. Men u yili kuzda sotib olgandim. 6 ta jo'ja kurka. Hozir nima desam, ko'paydi, qarochi. Bu yana bitta kurka bor. Bunda singlisi Ranoy. Yana bitta kurka bor. O'shaga tuxum topolmaganim uchun tovuq tuxumini yotqirgandim. Bu xudo xohlasa bu videoda men o'sha kurkamni ko'rsataman. Sizlardan podpискani ayamaysizlar, iltimos kanalni rivojlantiraylik. Mana qaranglar. Bu kurkaga bir haftaligigacha jo'jasiga tuxumni qaynatib, qirg'ichdan o'tkazib berish kerak. Undan keyin 3 haftalik bo'lgungacha qaynatilgan tuxumga ko'katlar, har xil ko'katlar aralashtirib berish lozim. Bu kurkani yanada sog'lom qilib rivojlantiradi. Mana uzun cho'pga salafan paket nima qilganman, bo'ylab olganman. Chunki bu mana cho'pdan qo'rqishmaydi-da bular. Lekin salafan paketni yoniga olib borsam, mana shu kurkalarni yoniga olib borsam, qo'rqib qochadi. Bu menga nimaga kerak? Haydashda oson bo'ladi. Mana onasi o'shani men o'zi haydayman bu tomonga. Prosta tak uzunroq cho'p olganim sababi bular titilib ketishadi. Shuning uchun men uzunroq cho'p nima qilganman? Sizlar ham bilmadim. Men tikanlarni ichiga bo'lgani uchun yurish sal noqulayroq. Keyin o'sha boqayotgan tuxum berishdan keyin 2 oyligigacha mana shu kurkalarga birolar don borku, start eng kichkinasi. O'shandan berish tavsiya etiladi. Chunki bu ham semirtiradi, ham organizmni rivojlantiradi. Bir oyligidan keyin bemalol o'zingiz tashqariga olib chiqib boqsangiz bo'ladi. Lekin oldida odam bo'lishi lozim. Chunki mushuklar har xil aylanib yuribdi. Bitta yesa tamom, keyin akalar to'xtatib qo'ymaydi. Shuning uchun o'zinglar boqishinglar lozim deb o'ylayman. Sal duduqlanib gapiryapman, chunki birinchi videom, gapirishni nima qila olmayapman, gapira olmayapman. Bu safardan asta o'zim rivojlanib nima qilaman. Kurka haqida ma'lumotlarni to'liq shu videolarda qo'yib chiqaman. Bundan keyin ham video chiqarishga harakat qilaman. Sizlardan bitta podpishka iltimos, jigarlar, shunaqa qilmanglar. Bitta podpishka qiling. Rahmat jigar. Bu videolardan keyin sizlarga yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Keling. Voy bilae.